Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi darsimizda menejmentga kirish fanidan boshqaruvning tashkiliy tuzilmalari mavzusini o'tamiz. Bugungi kunda har qanday tashkilot, u kichik yoki yirik korporatsiya bo'lsin, samarali faoliyat yuritishi uchun aniq va puxta o'ylangan boshqaruv tizimiga ega bo'lishi zarur. Boshqaruvning tashkiliy tuzilmalari korxonadagi ish jarayonlarini muvofiqlashtiradi, qaror qabul qilishni yengillashtiradi va umumiy maqsadlarga erishishda asosiy omillardan biri bo'lib hisoblanadi. Jahon amaliyoti shuni ko'rsatmoqdaki, dunyodagi yirik kompaniyalar o'z faoliyatida turli xil tashkiliy tuzilmalarni samarali qo'llab, yuqori natijalarga erishib kelgan. Ushbu mavzuda biz tashkiliy tuzilmalarning mohiyati, ularning turlari, ularning afzalliklari va kamchiliklari hamda amaliyotda qo'llanilishi xususiyatlari bilan tanishib o'tamiz. Darsimiz davomida hurmatli talabalar, quyidagi reja asosida savollarni ko'rib chiqamiz. Boshqaruvning tashkiliy tuzilmalari va mohiyati, boshqaruvning tashkiliy tuzilmalarini belgilovchi omillar, boshqaruvning tashkiliy turlari va boshqaruv strukturasining afzalliklari va kamchiliklarini ko'rib chiqamiz. Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi bu tashkilot maqsadlarini amalga oshirishni ta'minlovchi bo'linmalar va xodimlar o'rtasidagi rasmiy munosabatlar tizimi bo'lib, u vazifalar, vakolatlar va javobgarliklarni taqsimlashni belgilab beradi. Avvalo, rasmiy munosabatlar tizimi deganimizda tashkilotdagi barcha aloqalar tartibi solinganligi tushuniladi. Ya'ni har bitta xodimning vakolati, vazifalari aniq belgilanganligi ko'rsatiladi. Masalan, marketing bo'limi reklama bilan shug'ullansa, moliya bo'limi hisob-kitobni yuritadi, ishlab chiqarish bo'limi esa mahsulotlar tayyorlaydi. Vazifalar va vakolatlar taqsimoti deganimizda bu qaror qabul qilish huquqini belgilab beradi. Agar vakolatlar aniq berilmasa, vazifalar bajarilishida tushunmovchiliklar kelib chiqishi mumkin. Javobgarlik esa bu bajarilgan ish natijasi uchun mas'ullikni bildiradi. Ya'ni har bitta xodim o'z vazifasini qanday bajargani uchun javob beradi. Demak, hurmatli talabalar, tashkiliy tuzilma qarorlar qanchalik tez qabul qilinishi, bo'limlar qanchalik samarali ishlashi va jamoa bozor o'zgarishlariga moslasha olishini belgilaydigan bir jonli mexanizmdir. Har qanday korxona yoki tashkilotning samarali faoliyati uning qanday boshqaruv tuzilmasiga ega ekanligi bilan chambarchas bog'liq. Chunki to'g'ri qurilgan boshqaruv tuzilmasi qarorlarni tez qabul qilish, resurslardan oqilona foydalanish va bozor o'zgarishlariga moslashish imkonini beradi. Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasiga ta'sir ko'rsatadigan omillar tizimini ko'rib chiqamiz. Avvalo, ta'sir ko'rsatuvchi omillardan biri bu tashkilotning maqsadi va strategiyasi bo'lib hisoblanadi. Ya'ni tashkilot nima maqsadda faoliyat yuritishi va qanday rivojlanish yo'lini tanlagani boshqaruv tuzilmasining shakliga kuchli ta'sir qiladi. Tashkilot qanday maqsadlarni ko'zlayotgan bo'lsa, uning tuzilmasi ham shunga mos ravishda shakllanib boradi. Keyingi omil bu korxona faoliyati ko'lami va hajmi bo'lib hisoblanadi. Korxona qanchalik yirik bo'lsa, uning boshqaruv tuzilmasi ham shunchalik murakkab va ko'p bosqichli bo'ladi. Tashkilot kattalashgan sari uning tuzilmasi ham murakkablashib boradi. Ya'ni kichik korxonalarda masalan oddiy chiziqli tuzilmalar bo'lsa, yirik kompaniyalarda esa divizional yoki matritsaviy tuzilmalar qo'llaniladi. Keyingi ko'rib chiqishimiz mumkin bo'lgan omil bu texnologiya darajasi bo'lib hisoblanadi. Ishlab chiqarish va boshqaruvda foydalanilayotgan texnologiyalar, masalan, avtomatlashtirish, raqamlashtirish tuzilmani soddalashtirishi yoki aksincha murakkablashtirishi mumkin. Yirik sanoat korxonalarida, masalan, robotlashtirilgan ishlab chiqarish liniyalari, sun'iy intellekt yoki raqamli monitoring tizimlari joriy etilsa, ularni boshqarish uchun IT bo'limlari, avtomatlashtirish muhandislari, kiber xavfsizlik mutaxassislari va ma'lumot tahlilchilari kabi yangi bo'limlar va yangi mutaxassislar talab qilinadi.
Keyingi omil bu tashqi muhit omillari bo'lib hisoblanadi. Tashqi muhit omillari deganimizda masalan iqtisodiy omillar, demografik omillarni ko'rishimiz, siyosiy omillarni, madaniy omillarni nazarda tutamiz. Iqtisodiy o'zgarishlar va bozor talablari tez o'zgarib borsa, tashkilotda moslashuvchan tuzilmalar kerak bo'ladi. Keyingi omil bu kadrlar salohiyati bo'lib hisoblanadi. Rahbarlar va xodimlarning malakasi, tajribasi va mas'uliyati boshqaruv darajasi va tuzilmani tanlashga ta'sir ko'rsatadi. Tashkiliy madaniyat omili esa tashkilotdagi qadriyatlar, ish uslubi, munosabatlar tizimi ham boshqaruv shaklini belgilab berishini ko'rsatadi. Har bitta mamlakatda yoki tashkilotning o'z madaniyati bir muhim bo'lib hisoblanadi va ba'zi jamiyatlarda qat'iy bo'ysunish qabul qilingan bo'lsa, boshqalarda esa erkin fikr va jamoaviy qarorlar ustunlik qiladi va shunga monand tashkiliy tuzilmalar ham moslashib boradi. Tashkilotning hududiy joylashuvi ham tashkiliy tuzilmalarni strukturasiga ta'sir ko'rsatadi. Bo'linmalar turli hududlarda joylashgan bo'lsa, divizional yoki hududiy tuzilmalar ko'proq qo'llanilib boriladi. Bugungi dars davomida biz boshqaruvning tashkiliy tuzilmalari turlari bilan tanishamiz. Ularning mohiyati, ularning afzalliklari va kamchiliklarini va zamonaviy boshqaruvdagi o'rnini ko'rib chiqish orqali har bitta tuzilmani qaysi sharoitda samarali ishlashini tushunib olamiz. Bular funksional tuzilmalar, chiziqli funksional tuzilmalar, divizional tuzilmalar va matritsaviy tashkiliy tuzilmalar bo'lib hisoblanadi. Chiziqli tashkiliy tuzilma bu oddiy boshqaruv tuzilmasi shakli bo'lib hisoblanadi. Unda boshqaruvning barcha funksiyalari bitta rahbar tomonidan amalga oshiriladi va bunday boshqaruv tuzilmasi kichik firmalar yoki korxonalarning quyi ishlab chiqarish bo'linmalarida qo'llaniladi va boshqaruvning eng oddiy va aniq shakli bo'lib hisoblanadi. Bu tashkilotlar uchun juda ham samarali bo'lib, kichik tashkilotlar uchun samarali bo'lib hisoblanadi. Bizlar keyingi slaydlarda demak o'sha chiziqli tashkiliy tuzilmani struktura bilan tanishib boramiz. Chiziqli tashkiliy tuzilma o'zining quyidagi xususiyatlari bilan tavsiflanadi. Ya'ni masalan tuzilishining nisbatan soddaligi va tushunarliligi, vertikal aloqalar, ya'ni boshqaruv aloqalarining bitta yo'nalishliligi, keng ixtisoslashuv, ya'ni rahbarning keng ixtisoslashganligi, ya'ni bir nechta boshqaruv funksiyalarini bir vaqtning o'zida amalga oshirishi, bo'linmalar faoliyatida faqat cheklangan darajada mustaqillikning mavjudligi, ya'ni bo'linmalar o'z faoliyatida to'liq mustaqil qaror qabul qila olmasligi, ya'ni asosiy qarorlar rahbar tomonidan qabul qilinishi bilan bildiriladi. Shuning uchun chiziqli tashkiliy tuzilmalar sodda va tushunarli bo'lib, asosan kichik tashkilotlarda yoki ishlab chiqarishning quyi bo'g'inlarida samarali bo'lib hisoblanadi. Chiziqli tashkiliy tuzilmalarning afzalliklari va kamchiliklari bilan tanishib chiqamiz. Chiziqli tashkiliy tuzilma afzalliklari avvalo hokimiyat va vakolatlarning yagona rahbar qo'lida jamlanishi bilan belgilanadi. Ya'ni tashkilotda asosiy qaror qabul qilish vakolati bitta rahbarda jamlanishi mumkin. Ya'ni barcha muhim masalalarni aynan shu rahbar hal qilishi va barcha xodimlar unga bo'ysunishini bildiradi. Bunda rahbar tashkilot faoliyatini to'liq nazorat qila oladi. Turli rahbarlar o'rtasida kelishmovchilik va qarama-qarshiliklar kamayadi. Buyruqlar aniq va yagona manbadan keladi. Masalan, kichik korxonada direktor barcha qarorlarni o'zi qabul qilsa, xodimlar esa faqat unga hisobot berish bilan cheklanadi. Keyingisi boshqaruv qarorlarini qabul qilishning markazlashganligi. Buning hisobiga samarali nazoratning ta'minlanishi kelib chiqadi. Bu yerda markazlashganlik deganda bizlar qarorlar yuqori darajada, ya'ni markazda qabul qilinishini tushuniladi. Rahbar bu yerda barcha jarayonlardan xabardor bo'ladi, ish jarayonini doimiy kuzatib boradi, xatolarni tez aniqlab, o'z vaqtida tuzatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Tashkilotda intizom va tartib yuqori darajada saqlanib boradi. Keyingisi boshqaruvchanlik darajasining yuqoriligi. Bu afzallik tashkilotni boshqarishni oson va samarali ekanini anglatib beradi. Ya'ni buyruqlar bu yerda tez demak to'g'ridan to'g'ri yetkaziladi. Xodimlar kimga bo'ysunishini aniq biladi. Boshqaruvda ortiqcha bo'g'inlar kamay boradi. Ish jarayonida tushunmovchiliklar
kamayib boradi. Masalan, kichik jamoada rahbar topshirig'i bersa, u darhol bajariladi, chunki ortiqcha kelishuvlar yoki bosqichlar yo'qligi sababli. Chiziqli tashkiliy tuzilmani kamchiliklarini ko'rib chiqamiz. Barcha qarorlar rahbarga bog'lanib qolishi bu dastlabki kamchiliklardan biri bo'lib hisoblanadi. Ya'ni bu yerda tashkilotdagi deyarli barcha muhim masalalarni faqat bitta rahbar hal qilishiga to'g'ri kelib qoladi. Rahbarga juda ko'p vazifalar yuklanadi. U ham strategik, ham kundalik masalalar bilan shug'ullanishiga to'g'ri keladi. Vaqt yetishmasligi sababli ba'zi qarorlar kechikishi mumkin. Rahbar bu holatda charchashi, masalan, yoki xatoga yo'l qo'yish ehtimoli oshib boradi. Masalan, hatto kichik masalalar ham rahbarga yetib chiqarilsa, u katta ishlarga yetarlicha e'tibor qarata olmasligi mumkin. Bunda tashabbuskorlik pasayib borishi mumkin va bu holatda xodimlar mustaqil qarorlar qabul qilishida harakat qilinishi sustlashib boradi. Barcha qarorlar yuqoridan kutiladi. Xodimlar men qaror qila olmayman, rahbar qaror qabul qiladi degan fikrga kelib qolishadi. Xodim yangi g'oya taklif qilish o'rniga rahbar ko'rsatmasini kutib turadi va bu yerda ixtisoslashuv kamchilik bo'lib boradi, chunki shuni anglatadiki, vazifalar chuqur ixtisoslashmagan holda taqsimlanib boradi. Rahbar ko'p sohalarni bilishiga bunday vaziyatlarda to'g'ri keladi, lekin hammasida ham u mutaxassis bo'lmasligi mumkin. Xodimlar ham bir nechta vazifalarni bajarishga to'g'ri keladi. Natijada ish sifati pasayib borishi mumkin. Masalan, buxgalteriya, marketing va ishlab chiqarish masalalarini bitta rahbar nazorat qilsa, ayrim sohalar yetarli darajada rivojlanmasligi mumkin. Chiziqli tuzilmalarda asosan kichik tashkilotlar uchun mos kelishi, lekin kattalashib borishi bilan tashkilot bu muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Chunki xodimlar soni ko'payib borishi bilan bitta rahbar hamma jarayonlarni boshqara qila olmaydi, axborot oqimi ko'payib boradi va qaror qabul qilish sekinlashib boradi. Bu funksional tuzilmaning eng muhim va o'ziga xos jihatlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Xodimlar turli vazifalar bo'yicha turli rahbarlardan topshiriq olib borishi, masalan, bitta xodim ishlab chiqarish rahbariga ham, moliya rahbariga ham hisobot berib borishi ba'zan shunday bir noqulayliklar va tushunmovchiliklarga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, muhandis, texnik masalalarda bir rahbarga, xarajatlar bo'yicha esa boshqa rahbarga bo'ysunib borishi mana shunday muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Hurmatli talabalar, umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, chiziqli tashkiliy tuzilmalar sodda va qulay bo'lishiga qaramasdan, u katta va murakkab tashkilotlar uchun cheklangan imkoniyatlarga egadir. Shuning uchun amaliyotda tashkilot o'sishi, kengayishi bilan yanada rivojlangan tashkiliy tuzilmalarga o'tishi zarurati paydo bo'ladi. Keyingi tashkiliy tuzilma bu funksional tashkiliy tuzilma deb ataladi. Bu tashkilotda ishlar, funksiyalar, ya'ni vazifalar yo'nalishlari bo'yicha taqsimlanganlik boshqaruv shakli bo'lib hisoblanadi. Bunday tuzilmada har bir bo'lim muayyan sohaga ixtisoslashib boradi va sohada chuqur faoliyat olib boriladi. Ya'ni tashkilotda alohida marketing bo'limi, moliya bo'limi, kadrlar bo'limi, ishlab chiqarish bo'limi kabi funksional bo'linmalar shakllantirib boriladi. Funksional tashkiliy tuzilmaning asosiy xususiyatlari bilan tanishamiz. Boshqaruv funksiyalari bo'yicha tashkil etishi asosiy xususiyatlardan biri bo'lib hisoblanadi. Ya'ni tashkilotda ishlar, vazifalar yo'nalishiga qarab guruhlanadi. Har bitta ishlarni bajaradigan xodimlar bitta bo'limga birlashtiriladi. Masalan, barcha moliyaviy ishlar moliyaviy bo'limda, marketing ishlari marketing bo'limida jamlanadi va bu tartib ishlarni tizimli va tartibli tashkil qilishga yordam beradi. Misol qilib, korxonada alohida buxgalteriya, kadrlar va ishlab chiqarish bo'limi mavjudligini aytib o'tishimiz mumkin. Bu yerda har bitta bo'lim o'zining sohasi mutaxassisiga ixtisoslashgan bo'ladi. Bu yerda har bitta bo'lim aniq bir yo'nalishda chuqur bilim va tajribaga ega bo'ladi. Ya'ni xodimlar faqat o'z sohasi bilan shug'ullanadi.
ular shu yo'nalishda yuqori malakaga ega bo'lib borishadi va ish sifati va samaradorligi oshib boradi. Masalan, marketing bo'limi bozorni o'rganish va reklama bilan shug'ullanadi, buxgalteriya esa moliyaviy hisob-kitoblarni yuritib boradi. Bu holatda bitta xodim bir nechta rahbarga, funksional rahbarlarga bo'ysunishi mumkin. Qarorlar ixtisoslashgan rahbarlar tomonidan qabul qilinadi. Keyingi tashkiliy tuzilma chiziqli funksional tashkiliy tuzilma bo'lib hisoblanadi. Chiziqli funksional tashkiliy tuzilma bu chiziqli va funksional boshqaruvning birgalikdagi shakli bo'lib hisoblanadi va unda rahbarlar umumiy boshqaruvni amalga oshiradi. Funksional mutaxassislar o'z yo'nalishlari bo'yicha maslahat va ko'rsatmalar berib boradi. Uning o'ziga xos xususiyatlari va uning asosiy jihatlari bilan tanishib olamiz. Chiziqli tuzilmaning aniqliligi, funksional tuzilmaning ixtisoslashganligi va vakolatlarning aniq taqsimlanishi, ishlar va masalan sotuvning bir-biridan ajratilganligi bilan alohida ajralib turadi. Chiziqli funksional tuzilmaning asosiy xususiyatlari bo'lib, u yakka boshqaruv tamoyiliga ega ekanligi, ya'ni har bitta xodim faqat bitta bevosita rahbarga bo'ysunishi, funksional mutaxassislarning mavjudligi, ya'ni moliya, marketing, kadrlar, ishlab chiqarish kabi yo'nalishlar bo'yicha mutaxassislar rahbarga yordam berib borishi, keyingisi vakolatlarning taqsimlanishi, ya'ni chiziqli rahbarlar qaror qabul qiladi va javobgarlikni o'z zimmasiga oladi. Funksional bo'limlar esa tavsiyalar, maslahatlar berib boradi. Keyingisi boshqaruvning chuqur ixtisoslashuvi, ya'ni har bitta funksional bo'lim o'z faoliyat sohasiga chuqur ixtisoslashib boradi va keyingi yana bir asosiy xususiyatlardan biri bu nazoratning kuchayishi, ya'ni mutaxassislar ishtiroki tufayli ish jarayonidagi samaraliroq nazorat qilib boriladi. Keyingi tashkiliy tuzilma bu divizional tashkiliy tuzilma bo'lib hisoblanadi. Divizional tashkiliy tuzilma bu 3 turga bo'linadi, ya'ni mahsulotga yo'naltirilgan divizional tashkiliy tuzilma, iste'molchiga yo'naltirilgan tashkiliy tuzilma va hududiy divizional tashkiliy tuzilmalarga bo'linadi. Divizional tashkiliy tuzilma odatda tashkilot faoliyati kengayib borishi bilan va turli yo'nalishlarni samarali boshqarish zarurati tug'ilganda qo'llaniladi. Biz siz bilan uning bitta turi, ya'ni mahsulotga yo'naltirilgan divizional strukturani ko'rib chiqamiz. Mahsulotga yo'naltirilgan boshqaruv tuzilmasi bu bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqarilayotgan mahsulot va to'liq bozor talabiga javob berishi uchun rahbar qarorlarni mahsulot sotish hajmiga qarab qabul qilib boradi. Ya'ni bu yerda yangi mahsulotlarni yaratish, masalan, reklama faoliyatini olib borish, bozorni o'rganish, sotish siyosatini olib borish, moliya va ishlab chiqarish siyosati bilan bog'liq jarayonlarni o'z ichiga oladi. Keyingi divizional struktura bu iste'molchiga yo'naltirilgan divizional tashkiliy tuzilma bo'lib hisoblanadi. Iste'molchiga yo'naltirilgan divizional tashkiliy tuzilmaning har bitta bo'limi alohida tur mijozlar bilan shug'ullanib boradi. Bu korxona yoki tashkilotning barcha faoliyatini iste'mol ehtiyojlari va manfaatlarini qondirishga qaratilgan boshqaruv tuzilmasi bo'lib hisoblanadi. Uning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iboratdir. Avvalo, mijoz ehtiyojlariga ustuvor ahamiyat beriladi, ya'ni barcha qarorlar iste'molchilarning talab, istaklari hisobini olgan holda qabul qilinadi. Mahsulot va xizmatlar mijozlar ehtiyojlariga moslashtirilib boriladi. Keyingisi mijozlar segmentlari bo'yicha tashkil etilishi. Ya'ni tuzilma turli iste'molchi guruhlari, masalan, yoshlar, pensionerlar yoki bo'lmasam jismoniy shaxslar yoki korporativ mijozlar bo'yicha shakllantirilishi mumkin va har bitta segment uchun alohida strategiya va xizmat ko'rsatish usullari ishlab chiqilishi mumkin.
Keyingisi tezkor va samarali xizmat ko'rsatish, ya'ni mijozlarning murojaatlari va shikoyatlariga tezda javob berish yo'lga qo'yiladi. Bunda qaror qabul qilish jarayoni soddalashtirib boriladi. Va keyingi xususiyatlardan biri bu bo'limlar o'rtasidagi hamkorlikning kuchliligi. Ya'ni marketing, savdo, ishlab chiqarish va servis bo'limlari mijoz manfaatlari yo'lida o'zaro hamkorlik qilib boradi. Va buning asosiy yana o'sha ijobiy taraflaridan biri desak bo'ladi, axborot almashinuvining samarali tashkil etilishi bo'lib hisoblanadi. Va keyingi divizional tashkiliy tuzilma bu hududiy divizional tashkiliy tuzilma bo'lib hisoblanadi. Hududiy divizional tashkiliy tuzilmaga ega bo'lgan tashkilotlar bo'limlari turli xil bozorlar bilan ishlab boradi. Har bitta hudud o'zining iqtisodiy, madaniy va iste'mol xususiyatlariga ega bo'lganligi sababli har bitta filial mustaqil ravishda boshqarilib boradi. Hurmatli talabalar, keyingi tashkiliy tuzilma bu matritsaviy tashkiliy tuzilma bo'lib hisoblanadi. Matritsaviy tashkiliy tuzilmani asosida loyihaviy korxonalar turadi. Matritsaviy loyihali tashkilotda loyihali guruhning a'zolari bir vaqtning loyiha rahbariga ham o'zlari faoliyat ko'rsatayotgan bo'lim rahbarlariga bo'ysunadilar. Loyiha rahbarlari ushbu ish bo'yicha tegishli vakolatlarga ega bo'ladilar. An'anaviy iyerarxik tizimdan ko'ra matritsali tashkiliy tuzilmani shakllantirish uchun vertikal va gorizontal yetakchilik tizimlarini birlashtirish kerak bo'ladi. Kompaniyalar odatda birgalikda ishlashi uchun turli ko'nikmalar to'plamiga muhtoj bo'lganda yoki boshqa boshqaruv uslublaridan foydalanishni ustun ko'rganlarida matritsa tuzilmasidan foydalanishlari mumkin bo'ladi. Shunday qilib biz ko'proq bilishni xohlagan o'sha matritsaviy tashkiliy tuzilmalar kerak bo'lganda undan samarali foydalana olinadimi yoki yo'qmi degan vazifalarni o'sha savollarga javob topish kerak bo'ladi. Demak, shuningdek biz aytishimiz mumkinki matritsaviy tashkiliy tuzilmalar har bitta o'sha boshqaruv tuzilmalarini o'zlariga birlashtirgan va ixtisoslashgan bo'limlardan iborat bo'lgan bo'lishlari mumkindir. Matritsaviy tashkiliy tuzilmaning ayrim o'sha taraflarini ko'rib chiqamiz. Loyihali guruhlarning ish rejimi umumiy qabul qilingan me'yordan sezilarli farq qilishlari mumkin bo'ladi. Bu boshqa xodimlar noroziliklarini keltirib chiqarishi mumkin. Bu holatlarda nizoli vaziyatlar kelib chiqishi mumkin korxonada. Loyihali guruh a'zolarining ishlari ijodiy o'sha jarayon bo'lib, doimiy bir xil vazifalarni bajarishlarining o'sha qarshiliklarni keltirib chiqishi mumkin. Bu yerda o'sha rahbarning boshqaruv demak salohiyati, to'g'ri boshqaruv usullari juda ham kerak bo'ladi. Hurmatli talabalar, mavzuyimizga xulosa qilib aytadigan bo'lsak, har bitta tashkiliy tuzilma o'ziga xos shart-sharoitda samarali ish olib boradi. Tashkilotlar o'zgarib, rivojlanib borgan sayin tuzilma ham rivojlanib boradi. Tuzilma turini tanlash korxonani maqsadi, korxonani hajmi, texnologiyalarni rivojlanganlik darajasi va kadrlar salohiyatiga bog'liq bo'ladi. Ya'niki to'g'ri tanlangan tashkiliy tuzilma bu korxona raqobat bardoshligining eng ustuvor vazifasi va uning asosiy kalitlaridan biri deb hisoblaymiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.